Yangi kostyumlar. Sizga hayron qoldim. Bir bunday gapirmaysiz, bir bunday. Yarashibdi lekin. Atalab siz Sen katta emasmi? akamniki. Kichkina bo'lib qolganda 3 yil oldin tiktirgan ekan. Menga berdi. Indaming. Mayli. Qizlarga yoqsa bo'ldi, qarang. Voy. Bu Aniq yoqdingiz bugun tomoshabinlarimizga ham yoqdingiz biz albatta. qizlar sizlarga yoqqan bo'lsam bo'ldi, men xursandman. Qaranglar, lekin bu anu bu ham xudo pul topar kasblardan biri bo'ladi. Qizil kasbim bor deb bilasizmi? Olaverayman. O'sha eng meni boyqigan kasblarimdan biri edi. Tomoshabinlarga maqtarib qo'ying. Eng ko'p to'y xizmat ko'rgan, eng ko'p qistir ko'rgan anaqada. Bilasizmi, men oldin qiziqardim. Ko'pchilik san'atkorda mana ikkitali cho'ntaklar bo'lardi. Men hayron qolardim. Chastoshim, chastoshimda nimaga buncha ko'p anaqasi bo'lar ekan, imij shunaqa ham bilsam. Do'ppi ham kiyib yuring. Yangi imij xudo xohlasa to'ylarga borsam, ikkita do'ppi kiyib olaman. Oldiga orqaga kiyib olaman. Xizmatlaringiz ko'p bo'lsin Abbos. Boyib keling. Mayli, ertaga ko'rishguncha bunchalar zo'rsan deymiz 1 2 3. Nima dedingiz? Bunchalar zo'rsan deymiz 1 2 3. 1 2 3. Xayrlashmadik-ku. Xayrlashmadingizmi? Siz ham xayrlashmadingiz. Xayrlashdim o'zim xayrlashdim. Aniq. Ha, endi siz kelasiz. Mayli, aniq aytgan bo'lsa bo'ldi Abbos. Charchayapmiz deymiz. Nima deganingizni eslamayapmiz. Aziz tomoshabinlar, sizlar bilan bunchalar zo'rsan ko'rsatuv bo'ldim. Agar bugun ham sizni kayfiyatingizni ko'tara olgan bo'lsak, biz